Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari Hazretleri bugünkü derside mescitte neyzivazlık qilib o'yin ko'rsatsa bo'lamdi bo'lmamdi degan mazmunda to'xtalyotidi. Endi bu bob bilan necha kundan o'qilgan bobniki orasida bir oz o'xshamaslik bor. Masalan, biroq boblarda masalan shu tig'liq asboblarni masjidlarda ishlatishni chektirgan. Lekin bu yerda endi bu tig'liq asbobning eng nochisi bo'lgan neyzini masjidlarda o'ynash, uni o'yin ko'rsatish bu bilan bo'lmamdi deb ikkisining orasida ozroq ixtilof bo'layotidi. Buni endi ulamolar buni ikkisini bog'lab turib, endi yuqorqi hadis chekilgandek hadis masalan, ya nafsning qo'lida bo'lib qolgan yoki behuda yoki parvosizlik tufaylidan bundoq ko'tarib yurishni chektirgan deb qaralgan. Lekin bu yerdagi hadis bu usta o'yin ko'rsatadigan usta qilichvoz yoki usta neyzvozlarniki maydon keng holatda masalan ishlatishni tashabbus qilayotgan. Bular qisqastanchilik yuz beradigan yoki tor yoki jamoat ichida, so'rinning ichida bundoq ishlatishni chektirgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Hem shundoqla bunda shaxsiy bir taraflimlik masalan ziyonliq narsadan ko'p taraflimlik foyda qiladigan ahvolni bu yerda o'lcham qo'ygan. Chunki bu orqali masalan umum jamoatniki shu neyzvozlik u yog'i bo'lgan qiziqishni qo'zg'ash, bir chiniqishni qo'zg'ash maqsad qilingan. Bu 454 numaralı hadisda İmam Bukhari Hazretleri bizge Abdülaziz ibn Abdullah hadis sözlep bergen dedi. Bu zat dedi bizge İbrahim ibn Sa'd hadis sözlep bergen dedi. İbrahim ibn Sa'd Salih'tin, Salih ibn Şihab'tin. Bu zat bana Urvat ibn Zubair haber bergen dedi. O Ayşe hanımız mundak diyen eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni men bir günü men uyumning darvozasi oldida ko'rgandim. Habaşlar mescidde uyan ko'rsatyapti ekan. Habeşler bu yerda shu qora tillikdan ko'rsatdi. Habestonlik epopiyalik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni o'zining ridosi bilan shunday yo'g'ib oldi. Men ularning o'yin ko'rsatgan o'yini qaraydim degan. 455 numaralı bu hadisda İbrahim ibn Munzir sen yana qo'shib bana İbn Vahb hadis so'zlab bergan. Bana Yunus xabar bergan dedi. Yunus dedi mi İbn Şahab'dan Urva'dan dedi Ayşe anamızdan bayan kılıp Ayşe anamız dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ko'rgan edim. Vahalenki Habeşler özünün neyzi uyollarını yoki neyzivozlik qilayotgan edi deb ta'riflagan. Demak, ikki hadis ayrim ikki yo'ldan kelib, yanada Ayşe anamızniki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga bu neyzivozlik o'yinni ko'rganligini ko'rsatyotdi. Yani bir yerda Ayşe hanımızniki mesela başka yat erlerniki oyunu ko'rganligi, ularniki chiroy, turuq va go'zallik emas, balki ularning unda o'yinidan lazzatlanganligini, yoki o'yinin tomosha qilganligini bilib olg'ili bo'ldi. Uningdan boshqa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki oilasiga, ayoliga bilan bo'lgan bu yerda bir muhabbatlik bir avvalma bu yerda aks etilgan. Çünkü bazı bayanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mürisiga inkemni qo'yib qarab turgan. Resulullah o'zining ridosiyle menimde yo'g'ib qarab turgan deb shundaqmi degan. Tövendek bobda İmam Bukhari Hazretleri mescitte munbarning ustida turib so'z so'tiq mazmun haqida so'z qilsa bo'lamdi bo'lmamdi degan mazmun haqida to'xtalyapti. Bu yerda hamda so'z so'tiq qilish emas, chunki masjidda so'z so'tiq qilish cheklangan. Bu yerda so'z so'tiq bayonida bunun hükmü ve bununki şekli hakkında gap qilib, shuniki shariatdagi hukmini bayon qilsa bo'ladi degan gap bu. Bu 456 numaralı hadis. Bu hadisda bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Ali ibn Madina nomiyle meşhur İmam Bukhari'nin en büyük tanık ustozi bu kishi. Bu zot dedi bizga Sufyan Yahya'dan, Yahya Amra'dan, Amra Ayşe anamızdan bayon qilib o'tgan. Bularning hammasini tarjima qilib o'tgan. Ayşe anamız deydi. Ayşe anamızın huzuruna Berire deydigan bir ayol kelgan. Bu sahabe ayol, asli dedek ayol. Ayşe anamızın bizim kitabı yani mukatep kulluk hakkında bir sual sorup geldi. Bu anamız depti, xalısınız ehlinizga bir narsa bersa, vela bana bo'lsa. Bunda degini xo'jayiningizga men sizniki shu
üstünüzdeki pulunuzni berivetsem, mening ig'dorchilik huquqi menda bo'lsa deydi. Bu yerdagi ig'dorchilik huquq degan xuddi shu ota-ona orqali masalan bir insonniki nasibi yezilib xotirlab bo'ladi. Shundaqla masalan bir xo'jayini bir qulni ozod qilgan bo'lsa yoki setib olgan bo'lsa, buniki ig'dorchilik huquqi ozod qilingandan keyinmi shu setib olgan va setib ozod qilgan odamning ig'dorchiligida bo'ladi. Xuddi bu nasabga o'xshash bir avval bu yerda ig'dorchilik huquq degan bu qulluq tuzumda. Shunda bu ayolniki xo'jayinlar tarafda xohlasangiz qilib qolgan pulni berib, bu yer demoqchi bo'lgani asli masalan bu ayol asli mukatab bo'lsa kerak. Mukatab degan masalan ya mancha million pul bersangiz, teppasangiz siz ozod degan. Buningda masalan 500 mingi to'lanib bo'lib 500 ming qilib qolganda Aysha onamizning qishga kelib yordam talab qilib kelgan. Aysha onamiz buniki qilib qolgan qismini setib olib, to'liq ozod qilib o'tmoqchi bu yerda. Sufyan deydi bir qilib xohlasangiz ozod qilib o'tsangiz. Lekin ig'dorchilik huquqi bizda bo'lsa debdi. Qulning dedakning egisi debdi-da bu yerda. Setib pulni berib siz ozod qilyapsiz, lekin ig'dorchilik huquqi cho'qim bizning qo'limizda. Ya'ni bundan keyingi valoliq huquq bizning qo'limizda bo'lishi kerak deydi. Chunki bu yerda valoliq huquq degan o'zining nasab tuqqanlar bo'lmagan ahvolisida merosni ola oladigan shakldagi bir nasabga o'xshash bir holat bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan vaqtida bu ahvolni işte bayon qilib o'tdi. Ya Rasululloh barira ketdi, buni xo'jayinlar bunda dedi. Lekin bu yerda valoliqni shart qo'yib oldi degandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam debdi, setib deb uni ozod qilibding. Cho'qim valo ig'dorchilik huquqi yoki valoliq ozodgarlik mansibi holati ozod qilgan odamni debdi. Deb bo'lib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam munbarga chiqib shu orliqda. Sufyan yana bir qatim dedi. Rasululloh munbarga shunda o'ylab chiqib dediki, bir qism kishilar nima bo'lganda bular Allohning kitobida bo'lmagan shartlarni qo'yib oldi-ku sodada. Allohning kitobida yo'q shartni qo'ygan kishi o shartga loyiq emas. Biz shart qo'ysin. Ali dedi Yahya Abdulvahhab Yahya'dan Amir'dan Ja'far ibn Avn Yahya'dan dediki anladım ben Amir'nin mundaq deganligini. Ayşa'dan anladım. Bunu Malik Yahya Amir'dan Barira anna Barira deb bayon qilgan. Oyada atatha Barira degan, anna Barira deb kelgan. Lekin bular Rasulullohning munbarga chiqqanligini bayon qilmagan. Demakchi bo'lgani bu hadisga muhim nuqta hamda munbarda siyosatning hukmlari, shartlari, qoidalari yoki buning setilish shakli o'tirib qo'yish orqali buning islomdagi hukmini bayon qilib o'tsa bo'ladi demoqchi. Bugungi darsimiz bu shayx bo'g'ay va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Va bu yerda shu Barira degan bu sahoba ayolning kilam tarjima qilib qopdi. Barira bint Safvan nomidan mashhur Aysha onamizniki ozodgarchisi bo'ladi. Ayni vaqtida Aysha onamiz setilishdan burun Bani Hilal jamoatiniki ozodgarchisi ekan. Bu ayol bilan to'xtamlashib mukatablik holatda to'xtam tuzgan. Yamonchilik binasi bizga topshirsangiz, ma'lum mezgil ishida siz ozod deganda. Aysha onamiz buni setib olgan. Demak bu nihoyatda mashhur ayol. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir necha qatimliq munosabatlari bo'lgan shu orqali Rasulullohningki bu ayol bo'lgan ko'rsatmasi asosida nurg'un diniy hukmlar o'tira chiqqan. Asli bu ayolniki bir Mughis ismli bir er bo'lganda, bo'lgandan keyin Aysha onamiz ozod qilgandan keyin bu Mughisiga nihoyatda yaxshi ko'radi ekan bu ayolni. Yaxshi ko'radi ekan. Rasululloh mush orliman deydi deb yolurib kelgan vaqtida eri Rasululloh bu ayoldan masalasi bo'lgan, qanday qilasiz? Boz bir to'y yarashib yashab qolsangiz degandan keyin bu ayol yo'qmi, orlima ya Rasululloh deb orlishni tanlagan. Chunki Madinaning ko'chalarida yurib o'ziniki shu ayolni bek yaxshi ko'rganligini ifodalab bir xil yig'lab qilgandan keyin eri Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafaat qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolni aqlli ayol unda bo'lgan bilan Rasulullohga maslahatlab ya Rasululloh bu shafaatlarmi yoki buyruqlarmi deganki yo'q men shafaat deganki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam undaqda men takonim yo'q degan.
Demek bu ayol bir xil dadil, keskin ayollarniki biri. Peygamber sallallohu alayhi vasallam asosan bu ayolniki ustozi bo'ldi. Chunki Rasulullohdan hadis bayon qilgan Abdulmalik ibn Marwan, Umayylarning taniq podshosi xalifasi Abdulmalik ibn Marwan bu ayolniki shagird bo'ldi. Onundan başqa ijtimoiy turmushdagi bu qilmishlar nihoyat ko'p. Chunki Oysha onamizdan payg'ambarimizga nihoyat ko'p xizmat qilgan. Oysha onamiz bilan asosan jihatlarga chiqqan vaqtda birga chiqib, tang mushu mujohid ayollar bilan birga nihoyat yardalarni davolaydigan mujohidlarniki tomoq oziq-tuliqlarni tayyorlaydigan ishlarda nihoyat zo'r kuch ko'rsatgan buyuklarniki biri. Ondan başqa Oysha onamiz bilan payg'ambarimizniki nihoyat ko'p xizmat qilgan shijoatlik bir botir qahramon ayol. Ondan başqa Oysha onamiz tuhmat voqeasiga uchragan vaqtida bir qism sahobalardan maslahat so'ragan. Jumladan Barira degan bir sahoba ayoldan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maslahat so'ragan. Qanday qaraysiz deganda Oysha onamizni maqtab bir bundan hech qanday bir yomonlikni ko'rib boqmadim hayotida deb vijdoni bilan aniq javob bergan. Chunki Oysha onamiz bilan ichki sirlari bor ayolda bu. Bu ayolni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan bir xil voqelik. Bu ayolga bir sadaqat berilgan ekan. Sadaqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yemaydi. Bu go'shtni bu go'sht sadaqat qilinganda bu ayol pishirib yeyil deb turgan vaqtida akilon bu tomoqimiz yey degan ekan. Ya Rasululloh sizga sadaqat halol bo'lmaydi, yemaydi bo'lsa, bu sadaqat sana berilgan. Bu bizga hadiya degan. Bu nihoyat mashhur bir voqea. Bu büyük anımız mı uzun ömür ko'rgan Yazid ibn Muaviyaniki zamonasida o'lib ketganligi xotirlangan. Yazid ibn Muaviya Hazrat Muaviyadan keyingi ikkinchi xalifa bo'ldi. Demak bu Hijriyaniki 60-yillarigacha yashagan degan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.